bolani qanchalik tayyorlansa, bulbuli qanchalik o'ssa, shuncha natijasi chiroyli chiqadi. Keyin ruhiyat jihatdan bolani hozir qo'rquv davri ko'proq. Buni har gal mana o'yinchoqqa ko'niktirib, men aytamanki 3 oyda, 6 oyda bir ko'rikka kelib tursa, bola ham psixologik tayyor bo'lsa, bizda VIP xatna qilinadi-da. Ana bola o'yin o'ynab yotadi, PlayStation o'ynab yotadi, bola chalg'iydi, qo'rquvi yo'q. Men unga kichkinagina og'rislantirish qilaman-da, bemalol yaxshi o'tkazsa bo'ladi. Bola katta bo'lib ketyapti deb qo'rqmaslik kerak. Bizning usulimizda-da, poliklinikada ularda farqi yo'q. Ularda unaqa televizor qo'yib bermaydi. Katta bo'lgan sari problema ko'payayotgan bo'ladi. Lekin bizning usulimizda qanchalik chaqaloq bo'lsa yaxshi, ana ishlasam bilmaydigan. Ana hali o'tirmaydigan chaqaloq, 1-2 oylik chaqaloqda yoki aqli kirgan, ana 5 yoshlilar zo'r bo'ladi bizda. Xo'pmi? Lekin menda savol paydo bo'ldi. Nima uchun Rasululloh alayhisalom Hasan Husayn nabiralarini 7 kunligida aqiqa qilib sunnat qildi o'sha sharoitda? U yerda bunaqa apparat instrument ham bo'lmagan. Qonash masalasi bor edi. Shuning uchun murakkab sharoitda, cho'l sharoitda 7 kunlik Hasan Husayndan qildiribdi-ku. Ular u zotga boyagi ilmi laduniy berilganki, shu narsa bildirilgan deb o'ylayman. Lekin u narsa sunnat bo'lib qolmagan. Hech bir olim 7 kunlikda qildirsin demaganda keyin. Lekin Abu Hanifa 7 yosh degani bu aqli kirgan, spokойно o'yin o'ynab, gapga ko'niydigan yosh bo'lsin degan. Endi bizda xalqimiz o'rganib qolgan mana shu 1-2-3 yosh kech bo'lib qoladi deb shu yoshda qiladi. Erta ham qilmaydi, sovet vaqtida chaqaloqda ham qilmaydi, ana kattasiga ham olib bormaydi. Shu baqir-chaqir ushlab turib o'tkazib yuborish kerak deydi. Sizda bilchillab siydigida keyin o'zi pampers olib olib tozalanaveradi-da. Bu jihatdan pampers yaxshi. Lekin quruq usulni plus tomoni uni kontrol qilish oson, tozaligini o'zi ona sal mashaqqat bo'lsa ham tozaligiga qarab turadi, artib, tezroq qurisa tezroq bitadi. Demak, bu uchun ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Xatna usulimiz hozir buniki standart holatda deyapmiz, lekin fimozi bor, uchi tor. Shuning uchun buni xatnadan keyingi boshchasini chetlari qizarish, ustiga shilliq qoplashi tabiiy jarayon, keyin o'zi ikkinchi bosqichda tozalanib ketadi. Demak, bizning xatna usulimiz hozir taxminan 2 minutlik ishimiz 5 minutga kirib chiqadi. Bu yoshdagilarga standartda, agar men sizlarga standart degan bo'lsam, bunaqa inyeksiya qilib yoki uxlatib boshqa narsa qilib o'tirmaymiz. O'sha mana yozib oldida turibdi, standart usulda. Shu eski ota-bobolarimiz qilgan usulda shuni tez bandichka qilmay turamiz buni. 5 kungacha cho'miltirmaymiz. Chunki qanchalik qurib olsa shuncha yaxshi. Zarurat bo'lsa endi yuvish kerak bo'lsa yuvsa bo'ladi, lekin quritib olamiz. Bu bo'yicha savol bormi? Ham yaqqol bo'ladi, chunki ko'pincha dermatozi borlarni aynan pampersga ham раздражение berib, qizarishlar berib turadi. Bolada shikoyat ko'pincha pampersga ham bo'ladi. Biz bu holatda albatta pampersdan himoya karkas, stakanchik nimadir qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi o'ziga xosligi bu ko'proq emaklaydi, o'tiradi, shundaymi? Shuni biz o'lchami ahamiyatli hisoblanadi. Sizlar rasmini yuborgan bo'lsalaringizda hozir bitta ko'rganimizda qolganini hammasini shunga qarab aytamiz, xo'p? Bandichka qilmay turamiz buni. 5 kungacha cho'miltirmaymiz. Chunki qanchalik qurib olsa shuncha yaxshi. Zarurat bo'lsa endi yuvish kerak bo'lsa yuvsa bo'ladi, lekin quritib olamiz. Bu bo'yicha savol bormi? Qonasin deydi ba'zilar. Men aytamanki, biz dedim, maqsadimiz nabarat qonamaslik. U endi qonasa yaxshi-ku deydi. Endi men ham shunday deganman, rostdan ham. Bu qurbonlik emas-ku deyman-da. Lekin deyman, qon chiqishi tabiiy. Ba'zida bolani, misol uchun, qoni chiqishi foydali ham. O'sha qon almashinishi, yangilanish bo'ladi. Lekin maqsad ana xavfli qonash bo'lmasligi kerak edi, tamom? Mana hozir 2 yoshli bolani standart xatna qildik. 2 yoshda injiqligi, erkaligi tufayli yig'lab berdi. Lekin ishimiz tez bo'ldi. Ortiqcha qon bo'lgani yo'q, tikkanimiz yo'q, bog'laganimiz yo'q, 5 daqiqada kirib chiqib ketdi. Yig'i tabiiy, lekin standartni yaxshi tomoni bolaga ortiqcha ukol qilib o'tirilmaydi, ortiqcha uxlatib o'tirilmaydi va ortiqcha tikish, bog'lashlari bo'lmaydi. Shu yaxshi. Endi kamchiligi yig'lash. Kimdir aytadi, bu kamchilik, men uchun bu normal holat hisoblanadi. Ba'zilar iltimos qiladiki, ukol qilmang deydi. Biz ukol qilmaymiz. Bola agar indamay PlayStation o'ynab yotsa, mana boshchasi ochiq, uzunligi yaxshi, bunga demak igna ishlatmasak ham bo'ladi. Muzlatib 1 daqiqada xatna qilib olsak bo'ladi. Standart xatna deb shunga aytamiz. Standart xatnada bola ashula aytib bersa-da tez o'tadi, 5 kunda qurib qotish kerak, keyingi 5 kunda tozalanadi. Bitta shu bilan. 10 kun ekanda.
Ha, shunday o'rtacha, chunki mana sertifikatda ham yozganmiz bu narsani. Har bitta bolaga sertifikat berishimizdan maqsad birinchidan to'liq yo'riqnomasi bor. Qachon nima qilish kerakligi bosqichma-bosqich onaga yozib berilgan. Ikkinchi plyus tomoni maxsus QR-kod orqali men bilan tez bog'lanasiz, holatiga yarasha javob olasiz. Nima qilish kerakligini yo'l-yo'riq ko'rsatib turishimiz. Uchinchisida bu oxirgacha parhezlari, qachon nima, vannichka nima bilan qilinadi-yu hammasi yozilgan bo'lishi, shu har bittasini o'zini soni bo'lib, uni biz protokol orqali bilib, qaysiniki qanaqa o'tganini bilishimizda rasmiga qarab. Bolani xarakteri o'zgaruvchan bo'lsa, mana shu bolaga o'xshab, u bir yig'laydi, bir kuladi, uni tezda chalg'itib, standart ukolsiz, uxlatmasdan xatna qilib yuborishgan ma'qul hisoblanadi. Shuning uchun o'lchami yaxshi bo'lishi kerak, bolani xarakteri yaxshi bo'lishi kerak. Shunaqa holatda bizga albatta rasmini yuboring, xarakterini yozing, xohlagan yoshda xatna qilib beramiz. Ichkarida panika qiladigan bo'lsa, biz uni VIP qilishimiz qiyin. VIP deganda biz inyeksiya nazarda tutiladi. Inyeksiya qilgandan keyin bola hech narsani sezmaslik kerak. Agar inyeksiya qilmasdan qilsa, u oddiy xatnadan farq qilmay qoladi-da. Bunda lekin nostandartligi bor. Burbuchasi kiruvchanligi bor. Agar biz yaxshi anesteziya qila olsak, mabodo bitta fiksatsion choq qo'yish kerak bo'lsa ham imkoniyati bor. U narsa ushlab turadi, o'zi so'rilib ketadi, zarari yo'q. O'tirganda, kirib ketganda ushlab turishi uchun kerak bu uchun. O'rtasi o'sha o'ynamaslik. Ha, shunday. Endi biz mana shunaqa sertifikat beramiz har bir xatna bo'lgan bolaga. Bu sertifikat orqasida maksimalni ichkarida chalg'itganimizda kichkina insulin shpritsda biz kichkinagina inyeksiya qilamiz. VIP xatnada inyeksiya qilgandan keyin 5 daqiqadan keyin bolada hech narsani sezmaydi. Bemalol ishlasa bo'ladi. Stomatologiyada qanday? Xuddi shunaqa. Bola maksimalni aytaylik chalg'isa, buni yoniga biron kirish ham shart emas. Agar bola injiqlansa, bittalaringizni ko'ngil bo'sh bo'lmagan bir kishini yonida ha deb turasiz. Mana shuni inyeksiya qilib olsam bo'ldi, birgalashib 5 minut o'ynab tursa, keyin bemalol ishni bajarsa bo'ladi. Ba'zi holatlarda bo'ladi, bola nima deydi, injiqlanishi mumkin bo'lsa, bizda o'sha 2 minutda ta'siri boshlanadi. Biz uni o'tkazib yuboramiz. Preparatni ta'siri yana davom etaveradi. Agar bola choq qo'yamiz, qo'ygan ma'qul hisoblanadi, chunki o'tirganda, kirganda ko'p o'ynamasin, tezroq bitsin. Boshqa joyda buni ramashka qilib tikib chiqiladi, lekin bizda unaqa qilinmaydi. Bittagina fiksatsiya qilib qo'yiladi, nomiga ushlab tursin, hech bo'lmasa o'tirganda maksimalni mana shuni o'tirg'izamiz, shohga o'xshatib bolani xatnadan keyin. Lekin mabodo mana bunday o'tirsa ham xotirjam bo'lamizki, biz bittagina o'sha fiksatsion choq qo'ygan bo'lamiz-da. U choq qo'yishni sezmaydi, xudo xolasa u so'rilib ketadi, hech qanaqa kelajakka ta'siri yo'q. Ba'zilar o'ylaydi, emasmi? Bu yoshda 3-4 yoshlarda qo'rquv hisobiga siymay turish normal holat. Yarim kun, bir kungacha ham. Suyuqlik ko'proq bersa, qovoq to'lgandan keyin o'zi bo'shanib siyib yuboradi. Faqat qo'rqmagin, bor deb hojatga kiritib to'sish kerak bolani. Keyin tinchlantiruvchi vositalar ham bor, lekin o'zi unga ehtiyoj qolmaydi. Bizning zamonaviy usulimiz ba'zilar lazer deb nomlaydi, lekin lazer nuriga aloqasi yo'q. Asl nomi terma pichoq, ya'ni qizigan pichoqqa o'xshaydi. U ham skalpel effekti, u ham kesadi, faqat qizigan holatda kesgani uchun kichkina mikrokapillyarchalar o'zi koagulyatsiya bo'lib birdaniga o'tib ketadi. Bizning usulimizdan orada yana ba'zilar zolder degan narsani qo'llashgan, uni ham lazer deb nomlashgan. Unda skalpel bilan kesib, yonib turgan yoki qizigan narsani bosishgan. Ya'ni bir ish ikki ish bo'lgan. Hozirda esa bu ikki ish bittaga aylantirilgan. Tez bitish hisobiga mana bu ba'zida zajimni qalin ishlatiladi. Bizda juda toraytirilgan jarohatni kichkina qilib berish hisobiga tez bitadi. Shuning uchun bizdagi 3 в 1 deyiladi. То есть qonamaydi, tikilmaydi, bog'lanmaydi, tez bitadi. Qancha charchab turgan bo'lsa, shuncha yaxshi hisoblanadi. Ana chillali chaqaloqlar ko'p uxlaydi, unga aloqasi yo'q, lekin bunga aloqasi bor. Keyin svecha qo'ydilaringizmi? Paracetamol boyagi Ceficonda eng безопасный 1 oydan boshlab qo'yiladigan svecha. Agar oldin ham svecha qo'yilgan bo'lsa, yomon ta'siri bo'lmagan bo'lsa, qo'ysa bo'ladi. Qo'ymagandik shunga. Endi ba'zida bunday bo'ladi. Xatna qilib ketildi uyda. Bola ba'zida bo'lgan 10 tadan 2 tasi, taxminan menda endi minglab xatna qilaman, 4 oyliklarni 10 tadan 2 tasi yig'lamaydi, 8 tasi ko'p yig'laydi. Chillalikni teskari. 1 oylik chaqaloq kelsa, 8 tasi umuman yig'lamaydi, chiqqanda o'zi uxlab ketadi. 2 tasi yig'lashi mumkin.
uni ham sezgisi oshganligi uchun. Shuning uchun bunga men svecha qo'yish tavsiya qilamanki, bolada sezgi baribir ko'proq bir oylikka qaraganda. Shuni tushuntira oldimmi? Shuning uchun paratstamol nima zerishi rastvor ishlatiladi. Va bu narsa har gal sterillanadi. Uni nakonechniki sotuvda yo'q. Ba'zida yaqinda bittasi aytibdi, shuni dedi, yengisiga men pul beraman. Bittasi pulini bergandi, lekin u yengisini qo'yib bering dedi, lekin u sotuvda bo'lsa ekan, skalpelga o'xshab olsak, uni maxsus yasatilgan narsa, u unikalniy narsa hisoblanadi. Bizniki sotuvda yo'q. Ustoz bilan yasagan narsamiz unikalnisi shunda. U kesayotganda tez, qonsiz, tekis kesib beradi. Shuning uchun uni xavotir olmaysiz. U o'zi steril bo'ladi, одноразовый bo'lmaydi. Любой instrumentlarimiz ham o'zi единичный instrumentlar bo'ladi, sotuvda yo'q unaqa instrument. Komplekt keladi, termokoagulyator. Biz ham ishlatamiz shuni. Komplekt keladi, nakonечник. Alohida sotilmaydi, bilaman. Yo'q, u qarang, u nakonечнigi ham alohida bor, zakaz qilib olib kelamiz, lekin bizniki unaqa emas. Biz uni ishlatishdan qoldik. Biz maxsus o'zimiz yasadik, ixtiro qildik-da. Uni uchiga o'zini originalini olib. Bu bolada yashirin jinsiy a'zo deyapmiz, ichkariga kiruvchanligi, boshchasi kichkina, ustiga keladi. 2 oyligida xatna bo'lganda boshchasi ochiq, to'liq chiqib turibdi. Lekin o'tiradigan davrda yopishib qolgan, hozirgi vaqtda o'tirganda ichkariga kiryapti. Uni biz hozirgi paytda, o'sha paytda ocha olmagansiz, hozirgi paytda ochib berdik. Endi buni to'liq chiqarib, o'zini tortib, yog'larini massaj qilib, mana shuni o'zini tortib bir parvarish qilinsa, chetiga tuz yig'maydi. Keyinchalik yildan yilga bulbuli o'sadi, terisi o'ziniki joyiga qaytadi. Boshchani hozir yarmiga kelib turgan teri orqaga qaytib o'ziga qaytadi. Bu chala xatna bo'lmagan, boshchani ustiga terisi ketgan, qolgan teri tananiki, hozir ichkariga tortilish hisobiga ustiga kelib turibdi, u hammasi joyiga qaytadi. 1 yoshi 2 oylik bola hali yurib ketmagan, lekin o'tirganda bulbuli taqalib kiraman deb turibdi. Demak, uyga borib mana shunday bolani o'tirg'izish kerak. To'g'ri, yerga oyoqni cho'zib oldiga cho'zib o'tirsa ham bo'ladi. Oyoqlarni bir-biriga tizzalarini yaqin qilib, shunda bulbulchasiga qaraysiz. Rasmga ham olsa bo'ladi. Bulbulcha yog' qavatning ichiga kirib ketayotgan bo'lsa, uni xatna qilishga shoshmaslik kerak. Uni massaj qilib, 3 yoshda misol uchun yaxshi chiqib turgan bo'lsa, o'tirganda kirmaydigan bo'lsa, o'sha paytda xatna qildirgan yaxshi. Agar hozirgi holatda o'tirganda ham yaxshi chiqib turgan bo'lsa, hozirgi holatda ham xatna qilsa bo'ladi. To'liq yurib ketgan bo'lsa, yana yaxshi bo'ladi. Chunki tikka turganda yaxshi chiqib turadi-da. Shuni inobatga olamiz. Lekin 3 yoshda ham kirib ketayotgan bo'lsa, uni massaj qilib sekin-sekin vaqt o'tib 5-7 yoshlarda yaxshi chiqib olgandan keyin VIP xatna qilsa bo'ladi. Bola o'yinga berilib o'ynab yotadi, og'riq ham sezmaydi, o'lchami ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun biz aytamiz 7 kunligida chaqaloq hali yotadi, qo'rquvi yo'q, eng yaxshi xatna deb turibmiz. 7 yoshda ham xuddi shunday. Bolada qo'rquv yo'q, gapga ko'nadi, ichkariga kirib yotadi, o'yin o'ynaydi, og'riqsiz xatna o'tadi. Bulbul ancha-muncha o'sib, chiroyli bo'lib chiqqan bo'ladi. Demak, hammani ham chaqaloqlikda qilish kerak emas. Tayyor bo'lganlarni qilish kerak. Kimnikidir tayyor bo'lmasa, tayyor bo'lganda katta yoshda qilaverish kerak. Shu xulosa. Xo'p. Savol yo'qmi? Yo'q, savollar. Rahmat.